Assalomu alaykum barchaga. Subsidiya orqali uy olaman degan fuqarolar uchun xushxabarimiz bor. Joriy 2026-yilda ipoteka kreditlarining maksimal miqdori oshiriladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 16-fevral kuni 22-sonli farmoni qabul qilindi va mazkur farmonga ilova qilib keltirilgan dasturga ko'ra joriy 2026-yilda ipoteka kreditlarining maksimal miqdori Toshkent shahrida 480 million so'mgacha, qolgan hududlarda 380 million so'mgacha oshirilishi belgilandi. Xo'p, buni subsidiya orqali uy olaman degan fuqarolarga nima aloqasi bor degan savol tug'ilishi mumkin. Gap shundaki, hozirgacha bo'lgan tartibga ko'ra, aytaylik, Toshkent shahridan 600 million so'mga subsidiya orqali uy olaman degan fuqaroga banklar eng ko'pida adashmasam shunaqa 420 million so'mgacha kredit ajratishi mumkin bo'lgan. Ana endi fuqaroning subsidiyasi bo'lsa 420 million so'mga bankda kreditiga 30 million qo'shiladi, 450 million so'm bo'ladi. Va 600 millionlik uyni mo'ljallagan bo'lsa fuqaro, ana shu 600 millionga yetmayotgan 150 million so'mni fuqaro o'zini cho'ntagidan to'lashiga to'g'ri keladi. Mana shu narsa juda ko'pchilikni subsidiyasi chiqqan taqdirda ham o'zi xohlagan uyga ega bo'la olmasligini sabablaridan biri bo'lgan. Chunki subsidiya o'zi bu o'rtahol oilalarda ehtiyojini qondiradigan bir dastur. Va mana shu yerda ham fuqarolarga boshlang'ich to'lov sifatida kattaroq summani talab qilish bu o'sha juda ko'pchilik maqsadiga erisholmay qolishiga sababchi bo'layotganidek. Ana endi subsidiyani ipoteka kreditlarining maksimal miqdori oshirilsa, fuqaro o'zini yonidan to'lash kerak bo'lgan summani miqdori kamayadi. O'sha davlat to'lab berayotgan 30 million so'm, agar u ham yetmasa 20 million, 30 million, 40 million borganda 50 million bilan o'sha o'zi xohlayotgan uyga kirib yashashi mumkin.